Endi dorixonadan siz dori ola olmaysiz. Bilgan bo'lsangiz, bir kundagina shunaqa qaror qabul qilindi va buni yaxshi va yomon taraflari bor. Yaxshi tarafi, o'zboshimchalik bilan kerak emas dorilarni qabul qilmaysiz. Kerak emas kapelnitsalarni olib shifokorga asoratlar bilan bormaysizlar. Kerak emas dorilarni qo'shnim etdi, o'rtog'im etdi, shu yaxshi ishlayotgan ekan deb dorixonadan sotib olib qilmaysizlar. Lekin yomon tarafi ham bor. Bu narsaga sekinlik bilan kelish kerak emasmidi? Bu narsa haqida ogohlantirish kerak emasmidi? Chunki shifoxonada buyurilgan dorilarni uyiga olib kelib qo'ymagan bemorlar bor. Hozir kunning sovuq paytida shamollagan bemorlar bor. Og'riq qoldiruvchi dorilar kerak bo'lgan bemorlar bor yoki surunkali kasalligi, ya'ni yurak yetishmovchiligi, qondagi qandni tushiruvchi dorilar, braxial astma dorilari, allergik reaksiyalar bo'lgan holatdagi dorilarni doimiy tarzda ichib yuradigan insonlar dorisi qolmagan bo'lishi mumkin-ku. Ular nima qilishadi? Hozir ular oilaviy poliklinikaga yugurib, Zimet orqali beriladigan retseptlarni kutishadi. Hozir oilaviy poliklinikalar tayyormikin dorilarni retseptini yozib berishga? Hozir xususiy klinikalar, dorixonalar ishlashga tayyormikin? Oldin buni sekin rejalab, keyin qaror qabul qilish kerak emasmikin? Qarorlarni to'g'ri qabul qilish bu zo'r, lekin bir kunda shoshilinch holda tekshirish uchun, o'rganish uchun aynan sog'liqqa tegishli narsalarni qabul qilish oldidan ozgina o'ylab ko'rish kerak edi. Davomini ko'ramiz. Sizlarni kommentariyada fikringlarni kutib qolaman.